Bala yana shirinligi hozir trendda. Shuni tayyorlab ko'ramiz. Qozonchamizga sariyog'ni solib, kokosli strushkani ham solamiz. Ustidan zgushanli molokoni quyib olib, massa quyilguncha yaxshilab aralashtirib turamiz. Tagiga olmasligi uchun tez-tez aralashtirib turish lozim. Shunaqa quyuq ko'rinishda massa hosil bo'ladi. Boshqa idishga olamiz va sovutamiz. Yaxshi sovib chiqqan massamizni dumaloq shakllar berib olamiz. Cho'plarni joylashtirib olamiz va muzlatgichga 1 soatga qo'yamiz. Va alohida idishda shakar, suv va limon suvini solib, massada shunaqangi ko'piklar hosil bo'lguncha quyultirib qaynatib olamiz va xohishga ko'ra rang qo'shamiz. Pishvoy krasitildan 1 tomchi tomizib oldim. Shunaqangi nejniy ko'rinishdagi rang hosil bo'lar ekan. Yaxshi qotib chiqqan shariklarimizni shu videoda ko'rsatilgandek qilib aylantirib, hamma tomonini botirib olamiz. Ortiqcha karamellar o'zi oqib oladi va pergament qog'oziga shariklarimizni qo'yamiz. Agarda karamel to'g'ri tayyorlangan bo'lsa, juda ham tez qotadi. Xohishga ko'ra chiroyli qilib bezatib dasturxonga tortishingiz mumkin. Mazasiga kelsak, juda ham shirin o'tkir bo'ladi. Bolalarga va tishida muammosi borlarga tavsiya qilinmaydi. Hammaga yoqimli ishtaha.